O'zbekiston milliy terma jamoasiga xat. Salom yigitlar. Amerikaga ham moslashib qoldingizmi? Oxirgi ikkita o'rtoqlik o'yiningizdan keyin sizlarni O'zbekistonda juda ko'pchilik tanqid qilishni boshladi. Ayniqsa Sayfiyev, senga ko'p toshlar otilmoqda. Bunga e'tibor bermasdan terma jamoaga munosib ekaningni yana bir bor isbotlaysan degan umiddaman. Masharipov, senda hammasi yaxshimi? Hamma sendan xavotirda. Belni bog'lab maydonga tush. Sendagi matonat, iroda ko'pchilikka namuna. Fabio janoblari, sizda nima gap? Termadan bo'lmasa ham sizdan nimadir kutayotganlar ko'p. Biz o'zbeklar sizga ayni paytda ishonamiz. 2006-yildagi qilgan ishingizni yarmini qilsangiz ham O'zbekistonda qahramonsiz. O'tkurbek Yusupov, ko'p narsa senga ham bog'liq. Mundialda biz tomonga ko'p hujum bo'lsa, sen bundan xafa bo'lma. Sen undan ko'ra ko'proq Ashurmatovga, Abdullayevga, Husanovga suyan. Aytgancha Abduqodir, bu jahon chempionatida terma jamoadan ko'ra seni ko'proq odam taniydi. Endi terma jamoada ham barchani o'zingga qarat. Abbos, Oston, Eldor, sizlardan umidimiz katta. Yarimta imkoniyatdan ham gol urishimiz zarur. Ayniqsa Eldor, Kanada bilan o'yinda seni tanimadik. Bilaman yigitlar, hozir sizlarda bosim kuchli. Birinchi marta jahon chempionatida o'ynayapsiz. Natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar biz sizlar bilanmiz. Yana bir narsani bilingki, sizlar allaqachon tarix yaratib bo'ldingiz. Ushbu maktubim AQShgacha yetib boradimi, yo'qmi, bunisi menga qorong'u. Lekin siz qo'llab-quvvatlasangiz, ushbu videoga like bossangiz, komment yozsangiz va repost qilsangiz, ushbu videoyim ishonamanki, albatta futbolchilarimizgacha yetib boradi. Olg'a O'zbekiston, biz sizlar bilanmiz.